Hozirgi paytda odamlarda gijja ko'payib ketgan va mana shu ham dolzarb muammolardan biri hisoblanib kelyapti. Men hozir sizlarga gijjani yo'q qilishi usulini aytib beraman. Undan oldin gijja bo'lishini sabablarini ham aytmoqchiman. Buning asosiy sababi albatta har doimgidek noto'g'ri turmush tarzi, shirinliklarni ko'p iste'mol qilish, palapartish ovqatlanish va shunga o'xshagan holatlar. Endi buni yo'q qilish usullari juda ham ko'p. Masalaga shulardan bittasini aytib bermoqchiman. Buning uchun sarimsoqli ingalyatsiya ham foyda beradi. Sarimsoq qaynatilgan suvdan nafas olishni o'ziyoq gijjalarni yo'q qilishni boshlaydi va yana bir usuli, bularni batamom yo'q qilishni usuli, sarimsoq 1 choy qoshiq maydalangan sarimsoqni yarim piyola sutga aralashtirib qaynatib buni ichish va bu muolajani 2 hafta davom ettiriladi va oxirida gijjalar batamom yo'q bo'lib ketgandan keyin o'z tana vazningizga qarab aktivniy ugur ichasiz va shunda butunlay xalos bo'lasiz. Agar aktivniy ugur ichmasangiz, sizni bosh og'rig'i va turli xil diskomfortlar bezovta qilishi mumkin.